Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana xudo xolasa navbatda shunaqa go'zal holatdagi ishlarimizni Andijon viloyati Oltinko'l tumani Qo'shtepada o'z nihoyasiga yetkazdik. Darvozaxonamizga shunaqa ko'rinishda hozirgi trenddagi palma fasonlarimizdan qilib berdik. Buni 1 kvadratini 170 ming so'mdan hamma rasxod ichida vodiy bo'ylab qilib bermoqdamiz. Bu shu palma fasondan boshqa fasonlarni 1 kvadratini 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Bu palma fason qimmat desanglar, buni qatirish hamcha qiyinroq, mashaqqati bor, chiqarish ham shuning uchun bu fasonimizcha qimmatroq yuradi. Bundan boshqa fasonlar 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Hamma rasxod ichida xudo xolasa shu ishimizni hosilagi nech pulga bitta hamma yo'g'ini aytib ketamiz. Mana shu ko'rib turgan darvozaxonalar, mana shu shapka aylanasiga, keyin hozir ko'cha shapkalari ham bor. Hammasi bo'lib 18 million so'mga hamma rasxod ichida qilib berdik. Buni 170 ming so'mdan bo'lyapti. Bu shapkalarimiz bo'lsa 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Vodiy bo'ylab hamma rasxod ichida. Keyin mana bu chok stanoklarimiz отдельный metrga yuradi. 1 metrini 70 ming so'mdan qo'yib ketmoqdamiz. Bu ham hamma rasxod ichida choksiz bo'ladi. Shunaqa burchakda bitta uloq bo'ladi xolos. Mana shu ko'rib turgan shapkalarda ham bitta baho berib ketaverasizlar. Shunaqa oppoq ko'rinishda chiroyli qilib berganmiz. Qoshli fason qilib, orqalari navo qilib, shunaqa o'ta go'zal holatda qilib berganmiz. Sizning ham uyingizni shunaqa tunikafon qilish kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Vodiydan bo'lsangiz bizga aloqaga chiqsangiz, vodiy bo'lib shu narxlarda qilib bermoqdamiz. Hozircha voha boshqa viloyatlarga chiqmayapmiz, faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. Hozir mana bu ko'cha tomonlarini ham shapkalarni ko'rsatamiz. Ko'cha tomonga ham shunaqa chok stanok qo'yib, shunaqa oppoq fasonda qilib berganmiz. Shu mana shu ko'cha shapka, ichkari palma fason, ichkari shapkalar tanlovlari bilan 18 million so'mga hamma rasxod ichida qilib berdik. Qimmatmi, arzonmi? O'z fikringizni bildirib ketsangiz, xudo xolasa xursand bo'lardik. Ish sifatiga ham baho berib qo'yasizlar. Xudo xolasa o'ta go'zal holatda chiqdi. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa sizning ham uyingizni shunaqa chiroyli tunikafon qilib beramiz.